Yangi yil oldi hamma fotosessiya qilayotganda biz ham o'g'lim ikkalamiz uyda fotosessiya qilishga qaror qildik. Tayyorgarlik ko'rishni boshladik. Birinchi o'rinda Korzinka Go ilovasiga kirib, novogodniy narsalar zakaz qilishni boshladim, chunki hozir o'tda yangi yil narsalarga juda ham katta chegirma ketyapti va mana shunaqa pletam oldim va pishi chiroyli issiqni yana arzon narxda ekan. Plet rosa katta ekan, shuning uchun yerga to'shab oldim va o'g'limga kiyim tanlashni boshladim. Men bu qizil pijamkasini kiydirsammi yoki kostyum shimi nima deb rosa o'yladim. Lekin menimcha eng zo'r luk shu uchinchisi bo'ldi. Kiyimlarga mos shapkasi ham bor. Biz fotosessiyamizni boshladik. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Aytgancha yangi yilga sizga zo'r yangilik. Korzinka Go ilovasidan 100 mingdan ortiq покупка qilsanglar, shunaqa katta nabor kosmetika yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Fotosessiyamiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.